Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari. Mana bugun Andijon mashina bozoridan Spark qatorida turibmiz. Ko'plagan Sparklarni ko'rib turganingizdek, hop, Andijon yakshanba bozorida turibmiz. Mana bugun dolasa bittadan like, podpiska tugmalarini bosib qo'yinglar videoda boshdan. Biz esa Sparklarni obzor qilishni boshladik. Hop, akalar, mana 2020-yil oppoq svetda Spark avtomashinasi. Kraskasi orqa kapotda, oldi kapot bilan mana bu Kriloda bor ekan. Ichiga o'tmagan, ha? Ichiga o'tmagan. Oppoq svetda Spark avtomashinasi. Hop, balonlari archa holatda. Probegi qancha aka buni? 140 ming yurgan, ha? 140 ming yurgan. Pozitsiyasi? Ikkinchi pozitsiya. Konditsioner abezlari bor. Konditsioner abezlari bor ekan. Akalar, mana salonlarini ham ko'rsatib qo'yapmiz. Go'zal holatda turibdi. 2020-yil ikkinchi pozitsiya, bitta kapot bilan Kriloda bor. Motor hadovoy qanaqa aka? O'ta zo'r, ha? Motor hadovoylari o'ta zo'r holatda deyapti. Spark avtomashinasini ishqibozlari uchun mana go'zal holatda Spark. Hop, nech pul deyapti aka bu? 7000 dollar kami bor ekan akalar. Probegini qancha dedingiz? 140 ming yurgan ekan. Hop, variantga bormi, yo'qmi? Yo'q. Gen davenni skam chiqmaydimi? Gen chiqargan akalar. Telefon nomeringiz? 93lik 441 61 66. Aka, bozoringizni bersin. Akamizdan yana bitta mashina bor ekan, oppoq svetda Spark avtomashinasi. Nechinchi yil endi aka bu? 2012 ga 2013. Toshkent motormi? Toshkent motor ekan akalar. Kraskasi toza. Hop, kraskasi top toza. Umuman yo'q. Yo'q. Pozitsiyasi? Pozitsiyasi Ikkinchi pozitsiya ekan akalar. Mana oldidagi ablusorkalarni ham o'zingizlar qilib qo'ygansizlar ekan. Chiroyli qilib mana yangi yopiskadan qilib qo'ygan ekan akalar. 340 ming yurgan. Hop, motor hadovoy, motor hadovoylari zo'r deyapti. Konditsioner abezlari bor-a? abez yo'q, Konditsionerda o'zi bor ekan. Hop, balonlari mana archa holatda turibdi, yaxshi holatda, zimniy holatda turibdi akalar. Hop. Salonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalar. Mana chixollari, polilari go'zal holatda turibdi. Kraskasi yo'q, top toza. Metan, benzin, ha? Benzinda o'zi, metan yo'q. Propan qo'yib olsa bo'laveradi, ha? Xohlasanglar mana propan qo'yib, qishki kunida maza qilib yursanglar bo'laveradi. Nech pul deyapti endi aka bu? 5,5 ming o'tib 5500 dollar kami bor ekan akalar. Afamlarni qo'lish kerak ekan, ha? Afamlarni qo'lish, o'zingizlarning nominglarga o'tkazib olasizlar ekan. 10 Toshkent mashina akalar. Hop, telefon nomeringiz? 93lik 441 61 66. Qiziqqanlar akalar aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Aka, bozoringiz bersin. Olmaylar aka? Nechinchi yil ekan bu? 2012-yil GCV svetda Spark avtomashinasi. Hop. Motor hadovolari qanaqa aka buni? Yaxshi. Yaxshimi? Nechinchi pozitsiyasi? Birinchi pozitsiya ekan. Toshkent motormi? Koreyskiy motor. Mana motor koreyskiy motor, ha? Biz ham endi Sparklarni tushunyapmiz aka. Sekin-sekin aytib ketaverasiz ma'lumotlarni. Akkumulyator qanaqa? Akkumulyator ham yo'q. Akkumulyatori slab emas, zo'ra. Hop, 3 ta detalli kraskasi bor. Qayerda bor aka? Kriloda, orqa eshik Kriloda. Mash Kriloda bor. Orqa eshik nariya. Mana bu Kriloda bor. Ha, u tomondagi Kriloda va bu eshikda. Ha. Demak, shopir tomondagi bitta Kriloda bor ekan va orqa Krilo bilan orqa eshikda bor ekan akalar. Qolgan joylari toza ekan, xudo xolasa. Hop. Balonlari archa balon. Dehqonchilikmi yo tirikchilikmi aka? Tirikchilik ekan akamizdan ham. Hop, koreyskiy motor. Birinchi pozitsiya akalar. Mana salonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, chixollari go'zal holatda, polilari yo'q. Polilarini olib qo'ysa bo'ladi. Obzorchi Salmo aka. Obzorchi Salmo. Hop, nech pul deyapti aka bu? Aka buni 4100 dollar kami bor. Gen davenni chiqaram, gen davenni chiqarar ekan. Variantga chiqam chiqmaydi. Variantga chiqmaydi. Faqat naqqa 4100 dollar kami bor. Gen berar ekan. Andijon mashinasimi bu aka? Andijonning mashinasi ekan akalar. Telefon nomeringiz aka? 91lik 602 40 01. Aka, bozoringiz bo'lsin.
Hop. Abzorchi Salmon aka. YouTube'ga olsangiz chiqadi. Abzorchi Salmon deysiz. Akalar mana yana bitta GCV Svetda yana Spark avtomashinasi. Nechinchi yil bu aka? Ha? Abzorchi Salmon deb yozing aka chiqadi. Abzorchi Salmon. Hop, aka buni nechinchi yil endi? 2012. Ikkinchi pozitsiya. Hop, Koreyskiy motor, ha? Koreyskiy motor ekan akalar. Hop, motor hadovoylarda ishi bormi, yo'qmi? Motor hadovoylarda umuman ishi yo'q. Balonlari archa baloni yumshoq ekan. Yumshoq balon, xudo xolasa. Go'zal holatda turibdi. Hop. Salonlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalar mana. Polilari bor, chexollari bor. Ikkinchi pozitsiya. Pechka konditsionerlar ishladimi aka? Pechka konditsionerlar ishladimi? Konditsioner ishlamaydi, ha? Bilmaydi. Ha, yozda endi bu akamiz ham qish kunida olgan, tirikchilikka olib chiqqan. Hop. Kraskasi qayerda bor aka? 40% kraskasi bor. Udari yo'q, xudo xolasa. Akalar, kraskasi 40% atrofida GCV Svetda mana ko'rib turganingizdek Spark avtomashinasi. Hop, nech pul deyapti aka bu? 4000 dan o'tib. 4000 dollardan o'tib berar ekan. Variantga chiqmaydi, ha? Naqqa 4000 dollar kam bor. Gen chiqaradi. Gen chiqarar ekan. Telefon nomeringiz aka? 91lik 602 40 01 ekan. Aka bozoringiz bersin. Sizlarga 14 kunlik safar, ya'ni Makka Madina safarini taklif qilamiz. Bu safar mobaynida siz Saudiyaning rasmiy vizasi, 50 boshini xizmatlari, mehmonxonalar, 3 mahal Makkada, 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlanishlari, transport xizmatlari, bordi, keldi, biletlari va qaytayotganda esa 5 litrlikda muqaddas Zamzam suvi beriladi. Paketimiz juda ham standart paket bo'lib, boyga ham, kambag'alga ham, o'rtaholga ham albatta juda mos tushadi. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib, biz bilan batafsil ma'lumotlarga ega bo'lib bog'lanishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 2012-yil. Kraskasi qanaqa aka buni? Qop-qora. Top-toza ekan akalar, mana qop-qora Spark avtomashinasi 2012-yil. Koreyskiy motormi aka bu? Toshkent motori. 2012-yilda oxiri. Hop, pozitsiyasi? Ikkinchi pozitsiya. Konditsionerlar ishlaydi. ABS yo'q ekan, ha? ABS yo'q ekan akalar. Hop. Gaz umuman ko'rmagan. Faqat benzin. Hop, akalar mana ko'rib turganingizdek salonlari go'zal holatda turibdi. Istara bor mashinada. Ikkinchi pozitsiya. Qop-qora Svetda Spark. Hop. Balonlari o'rtacha holatda ekan, yumshoq holatda. Mana akalar go'zal holatda Spark avtomashinasini xohlaganlar. Kraskasi-chi aka? Kraskasi umuman yo'q. Probegini qancha dedingiz? 219 ming yurgan ekan. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Motor hadovoylarda ishi bormi yo'qmi? Motor hadovoylarda umuman ishi yo'q. Faqat benzinda yurgan ekan. Umuman gaz ko'rmagan ekan. Propan ham, metani ham yo'q. Orqa bagajlari go'zal holatda, narsalaringizni solib xizmatingizni qila oladi. Hop, telefon nomeringiz aka? 97lik 39 83 13. Nech pulga oxirini berasiz? Endi oxirini bozor bo'ladi. 5600 dan o'tib berasizlar. Keyin domenni chiqib oladi, ha? Afamleni qilib olish kerak. Demak akalar, afamleni qilib olish kerak ekan. 5600 dollar kami bor deyapti. Variantga chiqadimi, chiqmaydimi aka? Variantga chiqmaydi. O'zi dehqon, ha aka? Yo tirikchilikmi? Akamiz o'zini xizmatini qilib olib chiqqan mashina ekan. Generalni bermaydi ekan, faqat afamleni qilib olish kerak ekan. 5600 dollar kami bor deyapti. Telefon nomerini aytib o'tdik. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Aka bozoringiz bo'lsin. Akalar yana bitta mana 40 partiyadagi oppoq Svetda Spark avtomashinasi. Qo'qonda mashinasi. Andijonda turibdi ekan akalar. Dokument luboy bo'ladi. Hop, dokumenti luboy bo'ladi deyapti. Hop, akalar mana chexollari go'zal holatda, polilari bor Spark avtomashinasi. Monitorlari bor. Pozitsiyasi aka? 1. Birinchi pozitsiya 2013 yil Toshkent motori. Toshkent motor. Hop, konditsioneri bormi yo'qmi? Konditsioneri yo'q. Pechka cho'tki ishlaydi hozir, ha? Hamma yo'q o'zi, hech qanaqa ayb yo'q. Umuman ayb yo'q deyapti. Akamiz mana xudo xolasa, hop, gen beriladi deyapti. Genam liboy dokument berilar ekan. Aytgan yeriga kelib qilib beramiz.
Xo'p, benzin, metani, Benzin metan. benzin, metan. Akalar mana oppoq To'rtta suvetda. petnosi. To'rtta petnos qayerlarda bor aka? Sopur tomon. Sopur tomonda, Kirilovda, eshikda, bu eshikda, bu Kirilovda. Petno xolos. Petno bor ekan akalar. Xudo xolasa, u degani, Bir qo'l minilgan shot spravka. ha, bir qo'l minilgan ekan. Ha, egasi. Demak, akalar mana bir qo'l minilgan Spark avtomashinasi bir qator. Salonlarni ham ko'rsatib qo'yamiz mana yana. Go'zal holatda. Bir qo'l minilgan mashina. Balonlari yangi. Balonlari yangi deyapti akamiz mana aka. Go'zal holatda 40 partiyada gen, davennis, ana kameralari ham bor ekan. Xudo xolasa. Hop, nech pul deyapti aka bu? 5300 dollar kami bor. Gen, davennis beriladi. Variantga chiqarib chiqmaydi. Variantga ham chiqarib yuboramiz. Nech pul borga? 3,5 ming. 3,5 ming puli borga variantga berar ekan akamiz. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik 495 495 12 12 05. Aka bozoringizni bersin. Hop. Akalar mana Spark avtomashinalarini video obzorini qo'ldan kelgancha qilyapmiz. Hop, men yerda ham yana bitta mashina bor ekan. Pulini yozmabdi lekin. 2013-yil 115 ming yurgan, ikkinchi pozitsiya toza. Petnosi bor deyapti lekin. Mexanika, benzin ekan, metani ham yo'q ekan. Benzinda o'z ekan. Qiziqqanlar mana 88lik 838 57 56. Qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar. Mana yana bitta mashina bor ekan, 2012-yilga 2013-yil. Oppoq suvetda Spark avtomashinasi 345 ming yurgan ekan. Pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya. Toza deyapti kraskasi. Hop, 5500 dollar mexanik ekan. Metanda bor ekan akalar. 5500 dollar kami bor. Metan yurar ekan. Nomeri 97lik 970 00 27 ekan. Xudo xolasa, qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar akalar. Hop, mana Sparklar qatorida yuribmiz. Qo'ldan kelgancha. Mana yana bitta 2020-yil 47 ming kilometr yurgan Spark avtomashinasi bor ekan. Ikkinchi pozitsiya. Mexanika, benzinda ekan faqat. 90lik 217 47. Qiziqqanlar yana bitta Sparkka aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Aka bu nechinchi yil aka? 2013 aka. 2013-yil. 2013-yil akalar oppoq suvetda Spark avtomashinasi. Kraskasi qanaqa aka buni? Kirila kapot. Oldi kirilavmi? Ichiga o'tmagan ekan akalar mana 2013-yil. Hop, kapotda, kirilovda petnosi bor deyapti, kraskasi bor deyapti. Xudo xolasa. Probegi qancha aka buni? Balonlari aka mana akamiz o'zi chiroyli mehr berib, qarab, qoraytiryapti ekan. Mana ko'rib turganingizda akalar, motor chotki holatda turibdi. To'g'ri. Ali ko'rganingiz. Aka probegi qancha buni? Aytib, sizlar bizlar endi. 12 edi. Akalar mana salonlari go'zal holatda turibdi. Polilari bor, chexollari bor. Mana ko'rib turganingizda. Metan, benzin aka bu. Metan aka. Probegi qancha? Benzin ham yuraveradi, metan ham. Ha. Nimaga bu 300 ga bordi? 300 mingga borib qopti akalar. Mana oppoq suvetda kraskasi o'sha Kirilo bilan oldi kapotda bor ekan. Xudo xolasa. Nech pul deyapti aka bu? Buni 5200 deyapti. 5200 dollar kami bor ekan. Qiziqqanlar ana akamizga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Agar baraka bo'lib ketmagan bo'lsa, telefon qila olasizlar. Hop, keyin davennis beriladi aka. Berilaveradi. Telefon nomeringiz 93lik 93lik 429 429 99 99 77. 77. Aka bozoringizni bersin. Akalar mana qiziqqanlar aloqaga chiqa olasizlar shunaqa Sparklarga. Har xil Sparklar bor. Zimisiz? Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Ishlaringiz bo'lyaptimi? 2014-yil mana oppoq suvetda Spark avtomashinasi akalar, xudo xolasa. Video obzor qilishyapti ekan. Bloger ukalarimiz.